Ben sezib qoldim. Hovliga olinayotganda eng e'tibor beriladigan narsa yo'lni bo'yida bo'lishi kerakmi, mahallaning ichkarisida bo'lishi kerakmi degan narsa ekan. Yo'lni bo'yida bo'lganning minus tomoni, haligi yosh bolalar, bola chaqa o'ynashi mumkin. Yo'ldan mashina qatnovi bo'lib turganda juda ham xavfli bo'ladi. Odam faqat xotirjam o'tira olmaydi, xavotirda bo'ladi. Mahallaning ichkarida bo'lishining yomon tomoni, uyingizga e'tiboringizcha ancha mahalladan o'tib qo'yasiz. O'sha har xil mahallada o'sha lejashi politsiyskilar bor, boshqa bor. Shunisi minus. Hozirgi topgan hovlimiz shunaqa joylashganki, mahallaning ichkarisi bo'lib, o'ta ichkari ham emas, yo'lni bo'yi bo'lib, juda ham shovqin, unaqa qatnov ko'p emas. Mahallaga yo'lni bo'yidan taxminan 100 metr atrofida kirganda mana shu hovlimizni topib oldik. Bu hovlimiz kvartiraning narxiga hovlida turaman undan ko'ra deganlar uchun juda ham mos ekan. Bu tomonni buzib darvoza qo'linsa, bitta mashina sig'adi. 108 sotixdan iborat bu hovlimiz. Bu tomonimiz xo'zduvor, bu tomonga ham naveslarni qilib, tandir qilib qo'yasizmi, mangalarni qilib, sharoit qilib qo'yishingiz mumkin, lekin kuxnalarni qilib. Ichkarini ko'rsataman. Ichkarimizda montajlar bo'lgan. Qo'lni cho'plik pol qilingan izlar, qishda umuman sovqotib qolmaysiz. Ichkarida 3 ta xonamiz bilan bitta sanuzelimizga joy tashlangan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Montajlari qilingan, romlari ham qilingan, eshik va romlari sifatli qilib o'sha qilingan. Ushbu xonadonimiz ikkinchi xonasi va uchinchi xonasi. Ushbu xonadonimiz egalar tomonidan $30,000 ga baholanyapti. Ya'ni ozgina sunnatiga o'tib beramiz deyapti. Joylashuvi bo'lib ham Sadin savxozining boshida, shaharga yaqin qismida yo'l bo'yiga ozgina chiqiladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.